Fuqarolarning bandligini ta'minlау elimizde turaqlı itibarda bo'ladigan masala. So'ngdan da onun şeşimi uchun natijali mexanizm bu minnet yarmarkalarini o'tkaru. Beruniy rayonunda shulkinlashtirilgan navbatdagi minnet yarmarkasida 50dan ziyod жұмыссыз fuqarolar qatnasib, sondan 11 turaqlı жұмысқа o'rnalashtirildi. 21 fuqaroning bandligining ta'minlanуы бұл ұсыншама шаңарақтың тұрақлы дараматқа ие болуы дегені. Беруни районы прокуратурасы Мәжбүри орлау бюросы бөлімі һәм қамбағалықты қысқарту, бәнділікке көмеклесу бөлімі менен біргелікте шөлкелместілген минет ярмаркасына 51 кархана шөлкемлерден 182 бош жұмыс орынлары менен қатынасқан болса, жеке карханалар 32 бош жұмыс орынларын қатынасушыларға ұсыныс етті. Tuman prokuraturasi hamda tuman hokimiyatiga Majburiy ijro byurosi kambag'allikni qisqartirish bo'yicha tuman bo'limlari bilan birgalikda navbatdagi yarmarka tashkil etib, unda bo'sh yurgan fuqarolar o'ziga munosib ish joylarini ko'rmoqda. Majburiy ijro byurosi ham bu kunda ishsiz aliment fuqarolarga bo'sh ish o'rinlari bilan ta'minlash bo'yicha yo'nalishlar bermoqda. Yarmarka qatnasuvchilari ko'proq hayal qizlar ham yoshlardan iborat ekanligi ko'zga tashlanadi. Ma'lumotlarga qaraganda ilash so'ngida 11 fuqaro turaqli жұмыс bilan band etildi. Buxoro tibbiyot institutini shu yil bitirib tamomlab keldim. Umumiy amaliyot shifokori yo'nalishi bo'yicha tumanimizda tashkil etilgan mehnat yarmarkasina keldim. Bu yerdan meni Beruniy tuman tibbiyot birlashmasine yo'llanma berdi. Bandlik bo'limine de rahmat aytamiz. Yarmarkada korxona va tashkilotlardan 51 ta tashkilot o'zini 182 ta ish o'rni bilan qatnashdi. Ulardan oliy ma'lumotlar 148 ta, o'rta maxsus 18 ta, talab etilmaydigan 16 ta. Xususiy korxonalardan esa 9 ta korxona o'zining 32 ta bo'sh ish o'rni bilan qatnashdi. Hozirgi bo'sh ish o'rni yarmarkamizga ishsiz aliment to'lovchilarni tashkil qildik va o'zlarimizda tumanimizda bo'sh ish o'rinlariga izlab yurgan ishsiz va band bo'lmagan fuqarolarni jalb qildik. Bunda hozirda biz 11 ta fuqaroga ishga joylash uchun yo'llanmalar berdik. Rasmiylikdan qashq holda o'tkazilgan minnet yarmarkasida 15 fuqaroga huquqiy maslahatlar berildi.